Hammaga assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan mazali, yumshoqqina, teshiklari ko'p bo'lgan birinchi tayyorlaymiz. Qani ketdik. Idishga 3 ta tuxumni birin-ketin chaqib olamiz. Tuz bilan shakar solib, yaxshilab aralashtirib olamiz. Issiqqina suv bilan sutni masallig'imizga qo'shamiz. Ketidan un solib, yaxshilab aralashtiramiz. Bitta piyla to'la yog' solib pishirishga jo'natamiz. Qizib turgan tovamizga masallig'imizni solib, oldi orqasini yaxshilab qizartirib olamiz. Har bitta sovutgan masallig'imizdan oldin tovamizni yaxshilab qizdirib olishimiz shart. Birinchilarimiz ham tayyor bo'ldi. Tayyorlab ko'rishingizni maslahat beraman. Yoqimli ishtaha.